pokoleniya zaharlanib bo'ldi-da. Instagram, TikTokka bloger bo'lishga hamma qiziqyapti. Mayli, o'lib ketsin. Kimdir eplayapti, faqat kimdir eplolmayapti. Nimani iltimos qilmoqchiman? Mayli bloger bo'lmoqsizlar. Kimdir ruxsat berdi sizlarga, o'lib ketsin. Oilalaring qarshi emas, aka-uka qarshi emas. Shunga yarasha nimanidir obzor qilmoqchimisizlar yoki qanaqadir ma'lumot auditoriyaga yetkazmoqchimisizlar? Iltimos qilardim, tabiiy bo'lishlaringni. Ya'ni qancha tabiiy bo'lsanglar, odamlar, auditoriya sizni Instagram podpischilar shuncha zo'r qabul qiladi. Bu maslahat, bunday yomon nima emas, rosa ko'pchilikda ko'rib qolyapman. Blog olmoqchi yoki nimadir maslahat qilmoqchi. O'zi hayotda assalomu alaykum azizlar yoki assalomu alaykum qizlar degan narsani obishni hayot shunaqa gapiradi. Instagramda kamera yonsa, lab manancha chiqib assalomu alaykum deb bir nimadir o'zidan Angelina Jolie, Jennifer Lopez, bir toshkentlik katta blogerlar yozmoqchi bo'lib kerak emas. Misol uchun Shahnozamisan, Shahnoza bu bo'ldi. Kim bo'lsalaring shunaqa qilsang, odam tabiiy narsani zo'r qabul qiladi, miyaga zo'r yetib oladi. Bilib olgan gapi gulistonlik blogerlarda, bloger emas, gulistonlik qizlarda shunaqa asal ko'ylagimiz, shunaqa bomba yangilik, boshqa so'z yo'qmi? Zo'r narsa keldi qizlar, onasini mana uni ko'ringlar. Yo'q, bo'ldi, so'z boylik nol. Buni qo'pol gapiraveryapman, lekin bu negativ emas, shunchaki ichim achigandan bu narsani aytyapman. Juda xunuk ko'rinadi chekadan. Juda xunuk ko'rinadi. Bu hamshaharlik kasb, kasb maslahatim. Chunki akalik, ukalik deya olmayman. Ko'pchiligini tanimayman ham. Salom alaykum ham yo'q. Shunchaki maslahat, oddiy inson sifatida. Soxtalik vobshe kerak emas. Shahnozamisan, Shahnoza bu, Dilnozamisan, Dilnoza bu. Odamlar ko'proq hurmat qiladi. O'zingizdan kimdir yasamaylar yoki juda chekadan bunaqa xunuk soxtalik odamlarni o'zidan uzoqlashtiradi. Uyda o'tirsang, hayotda ota-onang bilan assalomu alaykum yo birorta yonida dugoning bilan assalomu alaykum deb gaplashmaysizlar-ku. Shuning uchun o'zingizda o'ylar bu maslahat. Olmasizlar, birga xohlang.